Assalomu alaykum futbol shinavandalari. Bugungi videoda biz futbolning so'nggi yangiliklari bilan tanishib chiqamiz. O'ylaymanki, bu video sizlar uchun foydali ma'lumotlarga to'la bo'ladi. Shunday ekan, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni esdan chiqarmang. Biz esa videoni boshladik. Julian Alvaresning Madridning Atletico klubidan Barselonaga o'tishi mumkinligi haqidagi mishmishlar tobora avj olmoqda. Julian Alvares Messi bilan Barselona haqida suhbatlashdi. Avvalroq kataloniyaliklar argentinalik futbolchining transferiga qiziqish bildirayotgandi. Julian Alvares Messi bilan Barselona haqida suhbatlashdi. Julian Alvares muntazam ravishda Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi bilan muloqot qilib, undan Barselona haqida ma'lumot olayotgani ma'lum qilindi. Bu haqda futbolchining yaqinlari tomonidan bildirilgan fikrlarga tayanib xabar berildi. Unga ko'ra, Alvares kataloniyaliklar klubi uning muhiti va loyihasi haqida Messi bilan suhbatlar o'tkazib turadi. Avvalroq Ispaniya matbuoti Barselona Julian Alvares transferiga qiziqayotgani haqida xabar bergan edi. Shu bilan birga Madridning Atletico klubi futbolchi bilan ruxsatsiz muzokaralar olib borilgani bo'yicha FIFAga shikoyat qilish niyatida ekanini ma'lum qildi. Ta'kidlashicha, Messi va Alvares o'rtasidagi suhbatlar ko'proq futbol va klub haqidagi fikr almashish xarakteriga ega bo'lgan. Hozircha Julian Alvaresning kelajagi borasida rasmiy qaror qabul qilinmagan. Biroq uning nomi yozgi transfer oynasining eng ko'p muhokama qilinayotgan futbolchilaridan biri bo'lib turibdi. Matraschilarning yon berishidan qat'iy bosh tortishiga qaramay, ko'k anor ranglilar argentinalik yulduz futbolchini o'z safiga qo'shib olish niyatidan qaytmayapti. Jurnalist Jota Jordi xabar berishicha, voqealar rivojida yangi burilish kelasi haftadayoq yuz berishi mumkin. Barselona 26 yoshli hujumchi borasida madridliklar bilan qayta muzokara o'tkazishga urinib ko'rishi juda ehtimolli. Julian Alvaresning bozor qiymati Transfermarkt portali tomonidan 100 million yevroga baholanmoqda, lekin Atletico futbolchi uchun undan ancha ko'proq mablag' talab qilmoqda. Deku Rashford bo'yicha yakuniy qarorini ma'lum qildi. Kataloniyaning Barselona klubi jamoada ijara asosida to'p surgan hujumchi Marcus Rashfordning transfer huquqini sotib olmaydigan bo'ldi. Ko'k anor ranglilar sport direktori Deku angliyalik futbolchiga Barselona uni hatto pasaytirilgan narxda ham sotib olishdan manfaatdor emasligini ma'lum qilgan. Endilikda hujumchining oldida ikkita yo'l bor: Manchester Unitedda qolish yoki o'ziga yangi jamoa izlash. Ma'lumot uchun, Marcus Rashford 2025-yilning iyul oyidan buyon Barselona sharafini himoya qilib kelayotgan edi. Yakunlangan 2025-2026 yilgi mavsumda hujumchi kataloniyaliklar safida barcha musobaqalarda jami 49 ta uchrashuvda maydonga tushib, 14 ta gol urdi va 14 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Rashfordning Manchester United bilan amaldagi shartnomasi 2028-yilning 30-iyuniga qadar mo'ljallangan. Nufuzli Transfermarkt portali Rashfordning transfer qiymatini 40 million yevroga baholamoqda. Italiyaning Como klubi himoyachisi Jacopo Ramon faoliyatini Angliyada davom ettirishi mumkin. The Athletic nashrining xabar berishicha, 21 yoshli futbolchini o'z safiga qo'shib olishga Chelsea klubi jiddiy qiziqish bildirmoqda. Ispaniyalik himoyachini ko'klar tarkibida ko'rishni shaxsan jamoaning yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso xohlamoqda. Alonso va Ramon 2018 va 2019 yilgi mavsumda mutaxassis Realning o'smirlar jamoasini boshqargan mahalda birga ishlagan. Qayd etish joizki, Jacopo Ramon aynan Madrid klubi akademiyasi tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Jacopo Ramon 2025-yili 2 million yevro evaziga Realdan Como klubiga ko'chib o'tgan edi. Uning Italiya jamoasi bilan shartnomasi 2030-yilning 30-iyuniga qadar mo'ljallangan. Futbolchi yakunlangan 2025-2026 yilgi mavsumda Como safida barcha musobaqalarda 37 ta uchrashuvda maydonga tushib, 2 ta gol urishga muvaffaq bo'ldi. Nufuzli Transfermarkt portali Ramonning transfer bahosini 30 million yevroga baholamoqda. Bugunga tayyorlab qo'yganlarimiz shulardan iborat edi. O'ylaymanki, video sizga yoqdi. Shunday ekan, kelasi videolarda ko'rishguncha, xayr.